Aynan hozirgi kunda g'allangiz, ya'ni bug'doyimiz bayroq barg va bo'qoqlash, ya'ni boshoq chiqarish fazasiga kelgan. Ayni bu davrda g'alla o'simliklari juda ozuqaga beriluvchan bo'ladi. Shu bilan birgalikda bir necha turdagi zararkunandalar, yavitsa, shira, xas va bug'doy tripsi kabi zararkunandalar ham ommaviy tushish va tarqalish holati kuzatiladi. Zarari ham jiddiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni Piyavitsa asosan bayroq barglarni kemirib yeyishi natijasida fotosintez effektivligini tushirib qo'yadi. Bu esa bayroq bargda hosil bo'lgan oziq moddalarni boshoqqa borish va boshoqning shakllanish hamda to'lishidagi oziq moddalarni ko'p qismini nobud qilishga olib keladi. Sanchib so'ruvchi zararkunandalardan asosan shira va bug'doy tripsi, xasvalar ham bug'doyda barg qismini, boshoqlarni, dastlabki stvol qismlarini, chiqqan boshoqlarning kichik nozik qismlaridagi donlarni so'rishi natijasida ularda ham klokovina, ATF kabi moddalarni sintez bo'lishiga jiddiy zarar beradi. Bu esa o'z-o'zidan hosildorlikni tushishiga olib keladi.